yo'q. Bu qanday sodir bo'ldi? Tez yordamga telefon qilsin. Tezroq harakat qilinglar. Kimdir yordam bersin. Kecha ham jonga tegdi-da. Zo'r. Haligi Sarvar pul bergan mashig'imga keldi-da. Qochib ketyapmanmi? Sal ozroq kutsin. Senga bermaganidan baqirardi. Shu bola ham bor-ku, Sarvar. Yana Shu shuni. marta aytdim. Hozir bir daqiqa gaplashib olay. Allo. Do'stim, qarzingni qachon berasan? Pulga juda ham muhtojligim bor. O'lay agar beraman do'stim. Shu pulingni beraman dedim-ku. Telefonni ko'tarmadim qilaverma. Bir joyga o'tirgandurman. Beraman shu pulingni. Qochib ketmayman. Boplading lekin. Bopladimmi? Jamshid. Bolalarim dori-darmoniga ham pul yetmadi. Hamma bolalar yiqqin, hech kim qolib ketmasin. Bugun men ziyofat beradigan kun, hech kim xafa bo'lmasligi kerak. Gaplashamiz, xo'p. Jamshid. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Telefon qildim, ko'tarmading. Telefonim eshitmam, og'ay, nima gaplar? Jamshid, olgan pulingni bir qismini qaytar. Menda muammo bor. Pul zarur menga. Bu yog'ini o'zing hal qil. Sabr qil. Hammada ham muammo bor. Senda ham, menda ham. Beraman shu pulingni. Xafa bo'lma, sal shoshib turganman. Iltimos, gaplashamiz, xo'p? Jamshid, menga pul zarur. Beraman, Sarvar. Pulingni yeb ketmayman. Buncha vahima qilasan. Nahotki Jamshid? Agar hammasi boshidan boshlansa, albatta qarzimni qaytargan bo'lardim. Qarz bu faqat pul emas, bu ishonchdir. Ishonchni yo'qotishdan ehtiyot bo'ling. Bugun bergan va'dangiz ertaga taqdiringizga aylanmasin. Siz hech kimni aldamadingizmi? Qarz olgan bo'lsangiz, uni qaytarishga shoshiling.